Assalomu alaykum. Bugun IDU universitetida o'qish mobaynida 3-kursning o'zidayoq O'zbekistondagi 7 kompaniyalardan biri bo'lgan Xonsaroyda ishlayotgan talabalardan biri bilan tanishamiz. Ketdik. Qancha pul topasiz hozir? Men o'zimdan faxrlanaman. Agar o'shanaqa holatda buncha bo'lsa, demak, yaxshi topar ekansiz. Ham o'qib, ham ishlab yurish uchun eng yaxshi joy universitet. Universitetdan ketishingiz haqida eshitdim. O'zim men universitet ochilgandan beri shu yerda ishlayman va shunga amin bo'lganmanki, bu universitetda juda ham talantli, iqtidorli bolalar bor. Muhammad Ayub ham bugun bizga gaplashmoqchi bo'lgan bola ham shu iqtidorli talabalardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum. Muhammad Ayub, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bugun menga aytishganda, siz bilan bitta kichik intervyu qilamiz. Bir erishgan yutuqlaringiz bor ekan, o'sha yutuqlar haqida bizning talabalarga va kelajakdagi bizga talaba bo'ladigan abituriyentlarga qanaqadir motivatsiya bo'lish uchun qisqa suhbatlashamiz. Agar qarshi bo'lmasangiz. Muhammad Ayub, bugungi suhbatimiz shunaqangi bo'lishi kerakki, birinchidan qisqa va bizni kuzatayotgan auditoriyaga, abituriyentlarga va talabalarga foydali bo'lishi kerak. Albatta. Va shu uchun ular buni kuzatish uchun eng katta motivatsiya odatda pul. Uchun shundan boshlasak. Qancha pul topasiz hozir? O'zi bu narsani aytish mumkin emas aslida, lekin men aytishim mumkinki, Toshkentda ham yashab, ham o'qishga bu pul mana shuncha zo'r normal yetmoqda. Siz uydagilar bilan yashamaysiz, to'g'rimi? Alohida yashaysizmi? Alohida yashayman. Agar o'shanaqa holatda buncha bo'lsa, demak, yaxshi topar ekansiz. Bo'lmasa, suhbatning asosiy qismini boshlaymiz. IDU talabasisiz, 3-kurs va IDUga kelishgacha bo'lgan tarixingizni qisqacha gapirib bersangiz. IDUga kelishdan oldin men Samarqanddagi bitta xususiy institutda o'qiyotgan edim. Ba'zi sabablarga ko'ra u institut yopildi va shu institut yopilganligi sababli men bu IDUga kelishga majbur bo'ldim. Lekin mana ko'rib turganingdek, men bu ishimdan afsuslanmayman. Ya'niki ham o'qib, ham ishlab yurish uchun eng yaxshi joy, universitet, ta'lim maskani mana shu. IDU. Hozirgi yo'nalishingiz nima? Raqamli marketing. Marketing yo'nalishiga kirib qolishingiz qanaqa bo'lgan? Nimaga aynan shu yo'nalishni tanlagansiz? O'zi aslida Samarqandda ham shu yo'nalishda o'qiganman, raqamli marketing. Lekin nega aynan shu yo'nalishni tanlagan desangiz, men o'zi tahlil qilish yoki biror narsani yangilik yaratishni yaxshi ko'raman. Shu uchun men shu soha menga yo'q edi. Shu uchun men shu sohani tanlab ketganman. Juda ham zo'r. Endi 3 yil oldin shu universitetga kirdingiz. Bu yerda 2-kursdan boshlab o'qiyapsiz, to'g'rimi? 2-kursdan shunday. 2-kursdan hozir 3-kursga o'tgan bo'lsangiz, birinchi ishga joylashish qachon bo'lgan? Birinchi ishga joylashgan vaqtim aynan shu o'zimning soham bo'yicha ishlashgan vaqtim aprel oyi edi. 2025-yil aprel oyi edi. Yarim yildan ko'proq vaqt o'tdi. 7 oy, 8 oylar bo'lib qoldi. Yaxshi. O'sha ishga joylashgan paytingizdan boshlab hozirgacha adaptatsiyaga, ishda moslashish va yaxshi natija ko'rsatish oralig'ida qanaqa holatlar bo'ldi? Shu har doimdek faqat nima qilish kerak? Tahlil qilish kerak. Qani o'zim nima, men qayerda, qanday narsa qilsam o'sishim mumkin va eng narsa men kimga foyda bera olaman. Eng narsa shu yaxshi shu. Masalan, men uchun siz foyda bera olsangiz, keyin shu narsa tufayli siz o'sishingiz mumkin. Ya'niki men ham o'ylayman, qani hozirgi kelgan ishimda qanday foyda keltirsamki, men o'zimdan faxrlanaman. Ertaga postda faqat masalan 1 yil, 2 yil faqat shu yerda ish ishladi degan ma'noda emas u. Keldi, bunda katta natija ko'rsatdi, keyin chiqib ketdi. Zo'r. Shunday qilasiz. Sizga o'xshagan, ya'ni faqat ishga oylik uchun kiradigan odamlar bor. Kiraman, yaxshi oylik olib tursam deydigan odamlar bor. Siz unaqa emasligingizdan juda xursandman. Endi yana bir savol. Siz o'sha ishga kirguningizcha bo'lgan holatga universitet qanchalik yordam bera olgan? Ya'ni nimalar bo'lgan? Siz shu ishga kirib qolgansiz. Shu holatni qanaqa tasvirlayverasiz? O'zi shu institutda, shu universitet meni qanaqadir masalan shu yo'l desak, shu yo'ldan kelayotgan bo'lsam, o'sish nuqtam shu institut bo'ldi, shu universitet. Ya'niki kursini olganimizdan keyin shu kursni kurs bu universitet ichidagi qo'shimcha kurs. Ha, kurs. Tashkil etilgan kurs. Mana shu kursni o'qib chiqqanimizdan keyin bir ya'niki u yerdagi tajribalar tufayli meni ishga kirish yo'lim osonroq bo'ldi va keyin qo'rqmasdan turib men mana shu ishlarni qildim va mana shu ishlarni qila olaman deb aytishim mumkin edi. Shu iCourse menga mana shunaqa imkoniyatni yaratib berdi. Sal chuqurroq aytib bera olasizmi? Shu nima qilgansiz iCourse'da, nimalar o'rgangansiz shu yerda? iCourse'da avval 2-3 oy faqat nazariy
o'qidik. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Nimalar? Shu marketing yo'nalishida. Marketing bo'yicha. Nazariya o'qidik va undan keyin nazariyalarni olib bo'lgandan keyin уже uni qo'llay boshladik. Masalan, post yozish yoki bironta tahlil qilish, mana shunga o'xshagan narsalarni qildik va shuni orqasidan menga shu marketing ko'nikmalari yanada shakllandi, zo'r bo'ldi va men ko'rib turgandek ishga ham kirdim, ham ishlab, ham o'qib yuribmiz endi. Yaxshi, malades. Endi yana bir savol. Men siz haqingizda bir eshitdim. Universitetdan ketishingiz haqida eshitdim. Hozir bilib turibman, universitetga ketganingiz yo'q, universitetda qoldingiz. Shu holatni gapirib bera olasizmi? Nimaga ketmoqchi bo'lgansiz va oxirida nimaga qoldingiz yana davom ettirishga o'xshaydi? Universitetdan ketmoqchi bo'lganligimning sababi shu ishga hali ishni boshiga kirgan vaqtim men o'ylagandim, vaqtim yetmay qoladi. Nimaga? Ham institut o'qib, ham ishlashga vaqtim yetmay qoladi deb o'yladim. Shuning uchun men institutni hammasini umuman olganda o'qishni tashlamoqchi edim. Ishni muhimroq deb ko'rgansiz o'qishdan qara. Endi men o'yladim, chunki masalan o'qishni tugatgandan ham keyin baribir bunda ishga kiriladi. Men o'zi ishga kirib bo'ldim, menga o'qish kerak emas deb o'ylagandim. Lekin qarorim noto'g'riligini keyinchalik fahmladim. Nimadan keyin? Ibrohim aka u kishi bilan gaplashdik, menga aytdilar, u dedilar, miyamni ochdilar. Shundan keyin bir haftadan keyin qarorim o'zgardi. Ya'ni shu yerga qolib o'qishni davom ettirish niyatida qoldim. Ibrohim aka bilan gaplashish sizni bu fikrdan qaytardi. Ya'ni aniq sababi nima shuni? Nima uchun siz aytyapsiz hozir? O'qishdan keyin baribir ishga kiramiz. Lekin men o'qish paytida ishga kirib bo'ldim. O'qishim shart emas deb o'yladim. Nimaga endi yana o'qish davom ettirib ketish kerak deb o'ylayapsan? U kishi menga aytdilarki, masalan, hozir to'g'ri yo'lda yuribsan. Masalan, shu institut o'qiding, shuncha natijaga erishding. Mana shu o'qishni davom ettirsang, yanada bundan katta natijaga erishishing mumkin dedilar. Men unda o'ylab ko'rdim, ha dedim, men qanday qilib hozir to'g'ri yo'lda yuribman, qanday qilib undan chiqib ketishim mumkin? Yaxshisi mana shu yerda o'qi, shu yerni tugat va shu yo'lda davom et, qani ko'ramiz. Nasib qilsa hammamiz yaxshi bo'lib ketadi dedi. Mana endi yaxshi hozircha. Zo'r. Endi siz 3-kurs bo'lsangiz, sizdan yoshlarga, endi biror kasb tanlayotgan, universitet tanlayotganlarga o'zingizni necha yoshsiz? 20. Mana shu 20 yillik yosh tajribangizdan kelib chiqib, qanaqa maslahatlar bera olasiz? Endi maslahat berish menga mas'ul, o'zimning tajribamdan shu kelib aytishim mumkin. Eng oson yo'l bu disiplina bo'ldi. Intizom. Faqat o'z ustingizda ishlashingiz oddiy nima? Oddiy formula. Yaxshi ishlasang, yaxshi o'qisang, yaxshi narsaga erishsan. Bugungi suhbat uchun sizga katta rahmat. Muhammad Ayub, sizga kelajakdagi ishlaringizga, o'qishlaringizga omad tilayman. Va oxirgi savol, IJUga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlarga IJUga kirishni tavsiya qilasizmi? Albatta. Agar haqiqatanda ham rivojlanib, ham yaxshi ishlamoqchi bo'lsangiz, IJU siz uchun eng yaxshi maskan. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Agar siz ham mana shunaqa Muhammad Ayubdek talabalar qatoriga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, mana shu video opsiyasida silka qoldiramiz, o'sha yerdan ro'yxatdan o'tib biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Natijami unda IJU talabalar qatorida ko'rishguncha.